Nimaga yaxshi qarash? Toshkentga ketyaptimi? Somsaxonaga sovus qilamanmi? Nimadir chaqdi-da. Qon shirinda, qon. Voy rais bu Toshkentga ketyapsizmi? Toshkentga ketyaptiman, Toshkentliman, ha? Voy meni ham olib keting. Bo'ldi, hozir Petakka boraylik, Damas bo'lsa ketamiz Toshkentga. Mashinangiz yo'qmidi? Bo'pti, o'zim yetib olaman. Qorason kasalligi odamning oyog'iga chiqadigan bo'lsa, oyoq kesib tashlanadi. Chunki sabab qorason kasalligi butun tanaga tarqab ketmasligi uchun. Rais, bu Toshkentga ketyapsizmi? Meni olib keting. Biz to'ldik-da. Sen qambar qassobni oldiga bor, bitta kamiydi. Bor, yugur. 3. Alo. Qambar bitta qorason jo'natyapman. Bo'pti, gaplashamiz. Aka Toshkentgami? Toshkentga lekin to'ldi-ku, orqaga qarab olasiz. Yo'q, mayli, shoshilib Chiqing. Ya, Asinim. Mashina chiqmay qoldimi? Mana shu o'tirishingizga bitta shirakni qarash taqib beraman-da. Qimmat butikka kelib qoldimmi deyman-da. Otaxon ko'nglingiz to'qqini, bizda narsalar qimmat emas. Yuring bu yoqqa. Birinchi ro'z do'konimizda xohlagan narsangizni narxi 59 ming so'mdan. Yo'qmi-yu? Otaxon, turing, bu aksiyamiz 8-iyungacha davom etadi. Sizni bir chiroyli kiyintirib qo'yaman. Turing. Seni juda sog'indim. Diyorajon jon qizim, bir shaharga kelib aylanib ketaman deyodim dam olib. Shunga iltimos, mahalla-ko'y, qo'ni-qo'shni hech kim bilmasin, xo'pmi?